Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan Islom Mobile yangi kanal ochdik. Bizga Koreyadan birinchi qo'l Samsung va iPhone'lar yetib keladi. Biz sizlar bilan telefonlar narxi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, S22 Ultra'dan boshlasak, S22 Ultra holatlari A holatda o'ta ideal, salafallari shilinmagan, 12 ga 256, 440, 450 dollar sotilayotgan bir paytda buni 420 dollar qilib beramiz. S22 Plus juda chiroyli oq svetlari. Ularning narxi 300 dollar sotilayotgan bir paytda buni narxini 280 dollar qilib beramiz. Holatlari tiniq holatda. Bularning ranglaridan hamma svetidan bor. Telefonlarni hammasini termadik. Savatlarda xudo xolasa hamma model telefonlarimiz to'la turibdi. Ba'zi S21 Plus, S22 ranglaridan xudo xolasa muammo yo'q. Kolичестволaridan ham oftin va donaga bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Bizda birinchi qo'l yetib keladi. Xo'p, S21 Ultra A holatdagisi 50 ta 100 ta telefonning ichidan bitta ikkita keladigan telefon. Salafallari hali shilinmagan. Vaqt qilib ishlatsangiz boshqacha bo'ladi. Bu o'zi ham noyob. Operativkalari ham noyob bilan 16 ga 512 taligi. Buni narxiga keladigan bo'lsa 370 dollar sotyapti. Biz buni 350 dollarga beramiz. 12 ga 256 taligini ham 330-340 dollar sotishadi. Bular 380 dollargacha sotilyapti. Keyingi telefonimiz S24 Ultra 12 ga 256 talik. Buni narxiga keladigan bo'lsa 720 dollar qilib beramiz. S21lar bularning ham hamma svetidan bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa 230 dollar qilib belgiladik. Xo'p, bizda S20F bular ham juda noyob telefon. Ranglari ham juda chiroyli. Ayollar uchun bular narxini 165 dollar qilib beramiz. S20 Ultra qora hamda blue svetlari bo'ladi buni. Bular narxiga keladigan bo'lsa, holatlari ideal 12 ga 256, batareyka machi 5000 mAh bo'ladi. Buni narxini 270 dollar qilib belgiladik. Xo'p, yo'qolib ketgan noyob telefonlar S9 bularning ham barcha svetidan bor. Bular narxiga keladigan bo'lsa 110 dollar. Xo'p, 13 Pro 76 batareyka. Batareykalari radnoy, korpuslari ham holatlari o'ta a'lo darajada. Buni narxini 440 dollar qilib belgiladik. iPhone 15 89 ohm 256 talik xotira limon svetda. Juda noyob svetda bu ham. Buni narxini 630 dollar qilib beramiz. S22lar. Bizda noyob svetlarni hamma modelda ajoyib ranglardan olib kelib berdik. Bular juda kam uchraydigan ranglar. S22lar xolasangiz qorasi, grini, oqi, pushtiz hamma svetidan bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa 250 dollardan qilib beramiz. Shoshilinglar, faqat 3 kun aksiyamiz e'lon qiladi. Bizga birinchi obuna bo'lgan odamga, bizga birinchi yozgan direktimizga yozgan odamga yana 20 dollar bonus qilib beramiz. Qanaqa telefon olishidan qat'iy nazar. Bizda telefonlarda modellari ko'p. Kanalimiz yangiligi uchun videolarni qisqa qildik. Vitrinalarimiz hammasi iPhone, Samsungga lim-molim to'la. Bunaqa kolичествоda telefonlar juda kam biz O'zbekistonda. Biz birinchi qo'l olib kelamiz. Kimga qanaqa telefon zarur bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Aka, keyin sizlarda yangi telefonlar ham bormi? Bizda yangilar ham bor. Tepada Samsunglarimiz, ba'zi Redmi'larimiz, planshetlar hamma yo'q. Bizda bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab bepul 16 Pro Max'lar bir paytda o'z imeykalar muammo bo'lib turgan paytda 1400 dollar sotilyapti. Bularni 1320 dollar qilib beramiz. 1320 dollarga hali O'zbekistonda yo'q. Bular narxi juda ko'tarilib ketdi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaq tekin 12 ta viloyatga. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr.